Assalomu alaykum. Mana Madina hoteldan Samet oroliga ketyapmiz. Xudo xolasa bu yerda 2 kunlik mehmonxonani bron qildik. Grab taksidan taksi chaqirdik. Resepsiyondan taksi chaqirib ber desak, o'zlarini tanishiga telefon qilib chaqiryapti. U pulni nech pul desam 300 baht. 300 baht 120 ming pul bo'ladi. Pirsgachada. Keyin Grabdan chaqirib beringlar, arzon bo'ladi deb, 170 bahtga mana ketyapmiz endi. Endi Samet orollarini ko'rsatamiz, xudo nasib qilsa inshaalloh. Rayon ham juda zo'r ekan. Juda kattaligi uchun ba'zi bir do'kon yoki bir nimalar bir-biridan uzoqda ekan. Atak rosa ham tinch, turistlar yo'q. Joy ekan, bizga yoqdi. Oilaviy keladigan joylar ekan. Sametga o'tadigan pierga yaqinlashib qoldik. Nuantip pier. Nuantip pier. Nomi ham qiyin ekan. Xohlasa mana shu yerga o'tib ketamiz. Nuantip pierga keldik. Mana ikkita bilet oldik. 70 bahtdan 140 bahtga bir tomoni. Xohlasa qaysi qayoqda ketamiz bilmayman. Mana %150 bahtligi ham bor ekan. 150 bahtligida kichkinaroq qayoqda ketasiz endi. Tezroq boradi, bir 10 minut tezroq. Biz endi manaqa arzonrog'iga chiqdik. Ekonomiy variant. Mana Sametga keldik, xudo xolasa. А некоторые сюда на один день приезжают. Ajoyib haykal ekan bu. Samet oroli park hisoblanadi. Shuning uchun parklarga kirish pullik. 200 bahtdan 400 baht pul to'lab mana kirdik, xudo xolasa. Sametni sentriga keldik. Parklar arendasi hamma narsa bor ekan. Sho'rchamiz. Baykda arendaga olganingdan keyin tekshirib olish kerak ekan. Chiziq-piziqlari, avariya bo'lgan holatlari. Bu yerda bayk ham problema ekan. Qimmatroq ekan endi. Nima qilamiz endi? Polanda 200 bahtga olasiz mana shu bayk. 150 ga ham olasiz. Endi bu yerda Samet boylarni nimasi ekan. Pirsdan 5 kilometr yurdik. Ajoyib joyga kelib qoldik. Hali manzilga yetganimiz yo'q lekin. Ana Siam qo'ltig'i.
Sametdagi Samet Villa Resort degan mehmonxonaga keldik. Mana bu villalar ekan, mana shunaqa ajoyib tabiatli. 9-kabinet bizniki ekan. Bu yog'i mana dush, umumanlik hamma yoq yaxshi. Eng ajoyibi hali oldinda do'stlar. Ajoyib oldinda. Kichkinagina ixcham villacha ekan. Yo'q, topishgan olib chiqmabmiz. Oyog'ingiz ostida Moviy dengiz. Zo'ra, yaxshi. Xudo xolasa bu 2 kechasiga 2 kishi uchun $150 tashkil etdi. Samet jicha qimmatroq region ekan. Kolan, Patayalarda hozir bu pulga 10 kun turishingiz mumkin. Lekin bu yerga niyatimiz ketib qolgan, mana keldik xudo xolasa. Bu yoqda dengiz ham bor. Bu yoqda basseyn ham bor ekan, qaranglar. Ajoyib, ha. Buni basseynda ham cho'milish mumkin ekan. Bu yoqda dengizga kelib, dengizga tushmay basseynda cho'milib ketish gunoh bo'lsa kerak. Dengizga tushiladi. Juda ham maydoni keng ekan, mayda 2 etajlilari ham bor ekan. Faqat tomga ko'rinish, boqqa ko'rinish bo'lar ekan. Bu yoqda ham mana 2 qavatligi bor ekan. Juda do'mpalik, balandlikda joylashgan ekan Sametni. Eng tepaligida joylashgan nimasi ekan. O'ta salqin, juda zo'r joy ekan. Tavsiya qilib qolaman Sametni. Phuket, Pattayadan ko'ra mana Samet rayon o'ta tinch joylar ekan. Boshqa joylarini ham o'rganib chiqaman endi. Syomka qilishning ilojisi yo'q. O'ng qo'lim, chap qo'lim ishlaydi ekan bunda. Ajoyib ko'rinish bor ekan bu yerdan ham. Juda baland pastliklardan iborat ekan yo'llari. Keyin har bir 100 metrda politseyskiy qilib qo'ygan ekan, u hushyor bo'lib minadigan ekan. Tez yursiz, ontarilasiz. Ajoyib manzara.
Ana Samet qumli plyaji yonimizda. Faqat bizniki toshli ekan. Mashinalarning ichida, villani territoriyasining ichida. Mehmonxonada kechqurun 7:30da fire show bo'ladi. Shunaqa deydi. Fire showing nimasi bu desam, shu o'tdan o'yin bo'ladi. Tomoshaga kelinglar deb resepsiondagi qiz bola taklif qildi. Yop-yorug', haligi jungli bo'lgan bilan hamma yoq yorug' mana. Chiroyli qilingan ekan. Basseynga chiroq qilib qo'ymagan ekanda, aylantirib. Basseynniki cho'mni yo'q qo'ygan ekan. Dengiz tomonga ham chiroqlar oz bo'lgan ekan.